Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun sizlar uchun mistik, qo'rqinchli janrdagi hikoyani tayyorlab keldik. Hikoyani tinglashingizdan oldin sizlarga muhim bir narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Qadrli tinglovchilar, agar qo'rqinchli voqealardan qo'rqadigan insonlar yoki homilador insonlar bu hikoyani eshitayotgan bo'lsa, hikoyani shu yerda to'xtating. Aslo eshita ko'rmang. Qadrli tinglovchilar, agar bu hikoyani eshitib o'zingizda salbiy o'zgarishlar sezsangiz, biz buni javobgarligini o'z bo'ynimizga olmaymiz, chunki sizlarni oldindan ogohlantirib o'tdik. Qorong'i kecha. Shaharning eski qismida hech kim yurishni xohlamaydigan bir ko'cha bor edi. Uni qorong'i ko'cha deb atashardi. Kun bo'yi u yerda hamma narsa odatdagidek edi. Lekin quyosh botishi bilan ko'cha butunlay o'zgarardi. Bu joy haqida turli xil afsonalar yurardi. Kimdir u yerda jinlar yashashini aytardi, kimdir esa qachonlardir u yerdan yo'qolgan odamlarning sharpasi yashashini. Lekin hech kim aniq bilmasdi. Faqat bir haqiqat bor edi. Bu ko'chaga kirgan odam qaytib chiqmagan. Bir kuni Jasur ismli yigit do'stlari bilan bahs qilib, tunda o'sha ko'chadan o'tishga qaror qildi. Qo'rqmaslik kerak. Hammasi afsona, dedi u o'ziga. Qo'lidagi fonarni yoqib, sekin yurishni boshladi. Dastlab hammasi oddiy edi. Ammo birdaniga shamol esib, atrofni qalin tuman qopladi. Shahar shovqini o'rnini o'lik sukunat egalladi. Jasur alanglab, fonar nurini har tomonga tarqatdi. Birdan yuragi urishdan to'xtagandek bo'ldi. U oldida biror narsa harakatlanayotganini ko'rdi. Qorong'ulik ichida qandaydir siluet paydo bo'ldi. U odamga o'xshardi, lekin bir narsa noto'g'ri edi. Jasur diqqat bilan tikildi va bu narsa yerga tegmasdan havoda suzayotganini tushundi. Uzoqdan bo'g'iq pichillash eshitildi. Orqaga qaytma. Sen allaqachon bizning yonimizdasan. Jasur nafas ololmay qoldi. Oyoqlari unga bo'ysunmay qaltiray boshladi. Birdan qayerdandir qarsillagan tovush eshitildi. Go'yo eski yog'och eshik ochilgandek. U ortiga o'girilib qaradi va yuragi butunlay siqilib ketdi. Ko'chaning ikkala tarafidan o'nlab sharpalar kelayotgan edi. Ularning ko'zlari qora chuqur bo'lib, badanlari esa xiralashib ketayotgan tuman ichida erib ketayotgandek edi. Jasur qattiq qichqirib ortiga qarab yugurdi. Lekin qadam tashlagan sari oyoqlari og'irlashardi. Yer go'yo uni yutayotgandek edi. Shu payt sharpalarning biri unga qo'lini uzatdi. Qo'l sovuq, xuddi qorong'ulikdan yaratilgandek edi. Jasur bu qo'ldan qochmoqchi bo'ldi, lekin butun gavdasi qotib qoldi. Sharpalar endi uning atrofini o'rab olgan edi. Bizga qo'shil. Sen endi o'z joyingni topding. So'nggi narsa Jasurning vahimaga to'la ko'zlari edi. Keyin u ham sharpalar ichiga singib ketdi. Ertasi kuni do'stlari Jasurni topa olmadilar. Lekin telefoni esa o'sha qorong'u ko'chaning o'rtasida topilgandi. Telefon ekranida faqat bitta yozuv bor edi. Keyingi kim? Jasurning yo'qolishi shaharni lahzaga soldi. Politsiya ham tekshirdi, lekin hech kim u haqida hech qanday iz topa olmadi. Faqat bir narsa aniq edi. U oxirgi marta
qorong'u ko'chaga kirgan. O'sha kunlari Jasurning eng yaqin do'sti Anvar tushunarsiz tushlar ko'ra boshladi. U har kuni bir xil sahnani ko'rardi. Jasur qorong'ulik ichida qaltirab turardi. Atrofi sharpalar bilan o'ralgan. Lablari esa titrardi. Anvar, menga yordam ber. Men hali tirikman. Har safar Anvar uyg'onib ketardi. Yuragi tez-tez urib, butun badani sovuq terga botgan bo'lardi. U bu faqat tush deb o'zini ishontirmoqchi bo'lardi. Lekin har kuni bir xil tush takrorlanardi. Nihoyat u qaror qildi. Jasurni qutqarish uchun o'sha ko'chaga borish kerak. Soat tungi 12. Hamma eshitgan afsonaga ko'ra, qorong'u ko'cha aynan shu vaqtda jonlanardi. Anvar fonarni yoqdi va sekin ichkariga qadam qo'ydi. Qorong'ulik uni yutayotgandek edi. Atrofda hech qanday shovqin yo'q. Hatto shamol ham esmay qolgandi. Qadam tovushlari aks sado berib, uzoqlarga taralayotgandek bo'lardi. Qandaydir pichirlash eshitildi. Qayt. Kech bo'ldi. Anvar birdan orqasiga o'girildi. Lekin hech kim yo'q edi. Nafasini ichiga yutib, oldinga yurdi. Bir necha qadam tashlagach, u yerdan topilgan Jasurning telefonini ko'rdi. Telefonning ekrani yonib o'chayotgan edi. Anvar uni qo'liga oldi va ekraniga qaradi. Ortingga qayt, yoki sen ham bizga qo'shilasan. Anvarning yuragi qinidan chiqayotgandek bo'ldi. Lekin birdaniga telefon ekrani qorayib, unda Jasurning sharpasi paydo bo'ldi. Anvar, tez menga yordam ber. Ular meni olib ketyapti. Orqa fonda esa qora sharpalar harakatlanayotgan edi. Anvar orqasiga qaramasdan yugurmoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari go'yo yerga mixlashgandek edi. O'sha tanish pichirlash yana eshitildi. Sen ham biznikisan. Ortga yo'l yo'q. Birdan ko'chaning ikki tomonidan sharpalar chiqib keldi. Ular sekin Anvarga yaqinlasha boshladi. Anvar qichqirib yubordi va shoshilinch tarzda qo'lidagi telefonni ko'tardi. Jasurning sharpasi telefon ekranida yana paydo bo'ldi. Anvar, faqat bittagina yo'l bor. Qanday yo'l? Vahima bilan pichirladi Anvar. Meni ismimni ayt. Jasur. Jasur. Anvar butun kuchi bilan qichqirdi. Birdan hamma narsa qaltirab ketdi. Qorong'ulik bo'ylab chaqmoq chaqdi. Sharpalar qichqirib har tomonga sachradi. Jasurning sharpasi ham biroz o'zgarib, yuzida umid uchquni paydo bo'ldi. Yana bir marta ayt. Jasur. To'satdan yerni titratib, qarsillagan tovush eshitildi. Birdan sharpalar parcha-parcha bo'lib yo'q bo'ldi. Qora tuman esa yo'qolib ketdi. Anvar hushidan ketdi. U ko'zini ochganda kasalxonada yotardi. Yonida esa Jasur bor edi. Ha, u tirik edi. Sen meni qutqarding, sekin dedi Jasur. Anvar atrofiga qaradi. Hamma narsa oddiy ko'rinar, lekin deraza oldida bir soya turardi. Ko'chada esa eski telefon yotardi. Uning ekranida esa bitta yozuv paydo bo'ldi. Keyingi kim?